Davlat bahosi 96.932 ming so'm bo'lgan Damas avtomobilini boshlang'ich 25% to'lovdan 60% boshlang'ich to'lovgacha o'zini pulini bo'lib to'lashga rasmiylashtirirsanglar bo'ladi. Faqat naqd to'lov qilganlar uchun akalar 5 million so'm chegirmasi bor. Siz рассрочкаga olasizmi yoki kreditga olasizmi? 96.932 ming so'mdan hisoblanadi. 25% boshlang'ich to'lovdan 60% gacha. 25% ga 27,5 million boshlang'ich to'lov berasiz, 12 oyga 6 million 60 ming so'mdan. 50% boshlang'ich to'lov beradiganlar uchun 51,5 million boshlang'ich to'lov berasiz, 26 oyga 1 million 865 ming so'mdan. Hop, bonusiga chexol, polik, pad nomer, video registrator va shumkalarni ham qilib beramiz. Ko'rib turishingiz mumkin bonuslarimizni. Polni mashinalarga shumka qilib beramiz. 3 soat, 4 soat ichida shu mashinani o'zingizning nomingizga rasmiylashtirib ketsanglar bo'ladi. Past nomer qoldiraman. 24 oyga yoki 36 oyga ham 25% boshlang'ich to'lov bilan chiqarib bering deganlar uchun. Hop, 25% boshlang'ich to'lov 26,5 million so'm berasizlar. 24 oyga 3 million 843 ming so'mdan. Hop, 36 oyga 2 million 850 ming so'mdan o'zingiz nomingizga bitta dona pasportga rasmiylashtirib beramiz. Hop, bu imtiyozli kredit bo'ladi. Dasrochniy pogasheniya bor. Agar 1 yilda yopsanglar 1 yillik foizini, agar 4 oyda yopsanglar 4 oylik foizini berasizlar. Hop, bonuslarimiz ham amal qiladi. Ko'rib turganlaringdek, video registrator, pad nomer, chexol, poliklarni qilib beramiz va polni shumka qilib beramiz. Yangi mashinaga polni shumka o'zingizning nomingizga bitta dona pasportga past nomer qoldiraman, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.